onlayn darslarni tashkil qilayotgan ekspertlar bunga e'tibor qaratishlari kerak. Ustoz, oxirgi sotib olgan onlayn kurslarimda darslar juda zerikarli. 20 daqiqadan so'ng juda zerikib uxlab qolgim keladi. Bunga nima maslahat berasiz ekspertlarga? Hozirgi paytda insonlarni diqqatini ushlab olish juda qiyin bo'layapti. Bunga ijtimoiy tarmoqlar sabab. Ya'ni juda tez biz axborotni o'tkazib yuboryapmiz va bizni ong ostimiz, bizni o'sha ko'rish shaklimiz shu narsaga ko'nikib qolyapti. Endi onlayn darslarni tashkil qilayotgan ekspertlar bunga e'tibor qaratishlari kerak. Bunga bir nechta texnikalarni aytib berishim mumkin. Birinchisi, bu dars olinayotgan paytda bitta kamera bilan ishlamaslik. Ya'ni bu yerda damma-dam har 10-15 soniyada kadrlarni o'zgartirib turish. Ikkinchi texnika bu har bitta darsda o'quvchini diqqatini jalb qiladigan o'sha videoda qandaydir shakllarni, qandaydir grafikalarni, qandaydir slaydlarni chiqarish ham o'quvchini mana shu almashayotgan kadrlar diqqatini tortishga yordam beradi. Va yana bir muhim uchinchisi esa darslar davomida juda ko'p bolalarni, o'quvchilarni diqqatini jalb qiladigan texnikalar bor. Bir deganda o'ziga jalb qiladigan. Bu texnikalardan endi onlayn darslarda foydalanishlari kerak. Chunki bu zamon talabi. Agar siz ham ekspert bo'lib, bu detallardan